Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahodirovna. Bugun biz siz bilan 4-sinf ona tili darsining fe'llarning o'zi bog'langan so'z bilan qo'llanilishi mavzusini o'rganamiz. Yangi videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimga obuna bo'ling. Aytgancha like bosishni unutmang. Bu meni juda ham xursand qiladi. Quyidagi fe'llarni o'qing. Ular qaysi zamonga tegishliligini ayting va chiziqlar yordamida birlashtiring. 48-mashq. Berilgan fe'llarga yaqin ma'noli fe'llarni toping. Masalan, gapirmoq, so'zlamoq, yanglishmoq, adashmoq. Demak, foydalanish uchun o'ynamoq, kuylamoq, artmoq, ovqatlanmoq fe'llari berilgan. Mana shu fe'llarning ma'nodoshlarini yozasiz va ular ishtirokida gaplar tuzib yozishingiz kerak bo'ladi. O'zi bog'langan so'zlarning tagiga esa tegishlicha chizishingiz kerak. Masalan, o'ynamoq, zavqlanmoq, kuylamoq, ashula aytmoq, artmoq, tozalamoq, ovqatlanmoq, yemoq. Ular ishtirokida quyidagicha gaplar tuzamiz. Birinchi gap, bolalar hovlida o'ynadi. Ushbu gapimizning kesimi o'ynadi. Kimlar o'ynadi? Bolalar o'ynadi. Bolalar so'zi ega vazifasida kelmoqda. Qayerda o'ynadi? Hovlida o'ynadi. Hovlida gapning ikkinchi darajali bo'lagi. Ikkinchi gap, qizcha chiroyli qo'shiqni kuyladi. Nima qildi? Kuyladi. Bu gapimizning kesimi. Kim kuyladi? Qizcha kuyladi. Qizcha gapimizning egasi. Nimani kuyladi? Qo'shiqni kuyladi. Qanday kuyladi? Chiroyli kuyladi. Chiroyli hamda qo'shiqni so'zlari gapimizning ikkinchi darajali bo'laklaridir. Ular ham kesimga bog'lanib kelmoqda. Uchinchi gap, ona stolni artdi. Nima qildi? Artdi. Gapning kesimi artdi. Kim artdi? Ona artdi. Gapning egasi ona. Nimani artdi? Stolni artdi. Stolni so'zi ikkinchi darajali bo'lak. U ham kesimga bog'lanib kelmoqda. So'nggi gapimiz, biz oshxonada ovqatlandik. Nima qildik? Ovqatlandik. Ushbu gapimizning yuragi, ya'ni kesimi ovqatlandik. Kim ovqatlandik? Biz ovqatlandik. Gapimizning egasi esa biz. Qayerda ovqatlandik? Oshxonada ovqatlandik. Gapimizning ikkinchi darajali bo'lagi oshxonada. U ham kesimga bog'lanib kelmoqda. Aziz o'quvchilar, xulosa chiqaramiz. Demak, kesim gapning markaziy qismi hisoblanar ekan. Ega hamda ikkinchi darajali bo'lakdagi so'zlarimiz doimo kesimga bog'lanib keladi. 49-mashq. Berilgan so'zlarni o'qing va ular ishtirokida so'z birikmalarini hosil qiling. Demak, aziz o'quvchilar, 3 qatordagi so'zlarni yaxshilab o'qing va ular ishtirokida so'z birikmalarini hosil qiling. Masalan, quyidagicha so'z birikmalar tuzib yozish mumkin. Mavzuni tushunmoq, gapni anglamoq, mazmunini o'qimoq. Do'stiga yordam bermoq, ukaga qarashmoq, onasiga ko'maklashmoq. Fikrini aytmoq, do'stiga gapirmoq, voqeani bayon qilmoq. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir qatorda ma'nodosh so'zlar berilgan. Ular nutqimizni boyitish va bir xil so'zni qaytaravermaslik uchun xizmat qiladi. Siz bu so'zlarning qaysilaridan ko'proq foydalanasiz? 50-mashq. Aziz o'quvchilar, bugun biz siz bilan hayotda har birimiz uchun suv va havodek zarur bo'lgan bir fazilat, ahillik va hamjihatlik haqida so'zlashamiz. Buni yaxshilab tushunib olishimiz uchun ajoyib bir rivoyatga quloq tutishimiz kerak. Ota bolalariga tinch totuv, ahil yashanglar deya nasihat qilar. Bolalar esa quloq solishmas ekan. Bir kuni u bolalariga supurgi keltirishni buyuribdi va debdi: "Sindiringlar." Bolalari qancha urinishmasin, supurgini sindira olishmabdi. Shunda ota supurgining bog'lamini yechib, bir donadan cho'pini sindirishni buyuribdi. Bolalari yakka cho'plarni osongina sindirishibdi.
Buni kuzatib turgan ota shunday debdi: sizlar ham xuddi shundaysizlar. Ahil bo'lsanglar, sizlarni hech kim yenga olmaydi. Agar janjallashib, har kim bilan har yonga tarqalgudek bo'lsa, sizlarni duch kelgan kimsa osongina yengadi. Bu rivoyatdan shuni anglashimiz mumkinki, insonlar bir-biri bilan ahil va hamjihat bo'lsa, ularni hech kim yenga olmaydi. Ota supurgi misolida bolalariga birlikning kuchini ko'rsatdi. Birgalikda bo'lgan narsani sindirish juda ham qiyin. Ammo alohida bo'lsa, uni osonlik bilan yengish mumkin. Shuning uchun biz doimo do'stlarimiz, sinfdoshlarimiz va yaqinlarimiz bilan ahil bo'lib yashashimiz kerak. Birlik bor joyda kuch va baraka bo'ladi. Rivoyatni yana bir bor o'qib chiqing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni daftaringizga husnixat asosida ko'chirib yozing. Bugungi uyga vazifa 51-mashq. Bu mashqda Kavsar Turdiyevaning Yomg'ir she'ri berilgan. Keling, avval birgalikda o'qiymiz. Yomg'ir, yomg'ir yog'aloq, shoshma, shoshma, shoshqaloq. Sanayman men tomchingni, yomg'ir, yomg'ir yog'aloq. Ekin chiqarar quloq, o'z vaqtingda yog'ib ol. So'ng bo'lmasin qalqaloq, ekinlarni bo'ldirding, ariqlarni to'ldirding, yerlarni gulga bezab, g'unchalarni kuldirding. Yomg'ir, yomg'ir tomchilar, sho'x-sho'x o'ynab tomchilar. Buncha sho'x uchar ular, yurakka ilhomchilar. Mahoratli shoira Kavsar Turdiyevaning Yomg'ir she'ri orqali tabiatning sehrli hodisasini birgalikda tahlil qilamiz. Shoira bu she'rida yomg'irni shunchaki tabiat hodisasi emas, balki jonli, sho'x va quvnoq bir obraz sifatida tasvirlagan. E'tibor bering, yomg'ir yerga tushib, butun borliqni, ekinlarni, ariqlarni va hatto bizning ko'nglimizni ham quvonchga to'ldiradi. She'rning asosiy g'oyasi tabiatning har bir ne'matini sevish va uning hayotbaxsh kuchidan zavqlanishdir. Shoira Kavsar Turdiyeva jonlantirish san'atidan juda ustalik bilan foydalangan. Masalan, ekin chiqarar quloq deydi shoira. Ekinlarning qulog'i bormi? Albatta yo'q, lekin ular yomg'irni sog'inib, uning ovozini eshitishga intilayotgandek tasvirlangan. Yoki g'unchalarni kuldirding misrasini olaylik. Gullarning ochilishi go'yo samimiy bir tabassumga o'xshatilgan. Yomg'irni esa shoshqaloq va sho'x deb ataydi. Bu orqali biz yomg'irning tez va shiddatli yog'ishini tasavvur qilamiz. Berilgan she'rda qiziqarli so'z bor. Bu qatqaloq. Yomg'irdan keyin yer yuzasi qotib qolsa, uni qatqaloq deymiz. Shoira yomg'irga o'z vaqtida yog'ib ol, toki yer qotib, kichik maysalar unib chiqishiga qiynalmasin deya murojaat qilmoqda. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun she'rlar xuddi qo'shiqdek jaranglaydi? Nega ularni o'qish bizga zavq bag'ishlaydi? Buning siri albatta qofiyada. She'riyatning eng sehrli kalitlaridan biri bo'lgan qofiyadosh so'zlardir. Qofiya bu she'r misralarining oxirida keladigan ohangdosh, bir-biriga mos so'zlardir. Qofiyadosh so'zlarni topish juda ham oson. Buning uchun biz so'zlarning oxirgi tovushlariga yoki bo'g'inlarga e'tibor berishimiz kerak. Yomg'ir she'ridagi qofiyadosh so'zlar yog'aloq, shoshqaloq, quloq, qatqaloq. Bo'ldirding, to'ldirding, kuldirding. Tomchilar, ular ilhomchilar. Bugungi darslarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.